Ko'p xotinlik haqida Qur'oni Karimda kelgan. Niso surasida Alloh taolo marhamat qilib 3-oyatida aytadiki, o'zingizga yoqqan ayollardan 2tami, 3tami, 4tami nikohlab oling. Agar adolat qila olmaslikdan qo'rqsangiz, bittani oling yoki qo'lingizda mulk bo'lganlar bilan kifoyalaning. Mana shu jabr qilmasligingizga yaqinroqdir deyiladi. Mana shu oyatda ko'p xotinlik haqida gap kelgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlaridan ham bilamizki, u kishi ko'p nikohli bo'lganlar, lekin 4ta emas, undan ham ko'p zavjalari bo'lgan. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'zlariga xos hukm bo'lgan. Boshqalarga, ya'ni 4tadan ko'p olish ruxsati berilmagan. Endi ayollarning orasida shu narsa hodisa bo'lganda nima noto'g'ri tushuncha deysa, qo'ssal avalam aytib o'tdik, adolat ma'nosida. Bo'lar bo'lmasga adolat bo'lmayapti deb janjal ko'tarishyapti. Adolat nimada bo'ladi? Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bitta hadislariga qaraydigan bo'lsak, o'z javob topamiz. U kishi ayollarning orasida taqsim qilardilar. Keyin Alloh taologa yolvorib duo qilar ekanlar. Yo Parvardigor, bu o'zim ega bo'lgan narsadagi taqsim. O'zim ega bo'lmagan, sen ega bo'lgan narsada meni malomat qilmagin derkanlar. Bu nima degani? Mana u amaliy ishlarda, maishiy ishlarda, nafaqa borasida, kun ajratish, tun ajratish borasida adolat qilib teng taqsim qilsa bo'ladi. Lekin qalbni moyilligida taqsim qilib bo'lmaydi. Ayollarning ichida bittasiga baribir ko'ngli ko'proq bo'ladi, moyil bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizga ko'proq muhabbatli bo'lganlari sir emas, hammaga ma'lum bo'lgan. Ana shu narsada qo'rqib Alloh taolodan iltijo qilganlarki, shunda malomat qilmagan. Ko'ngil ishi, ko'ngil bizning qo'limizda emas, Allohning qo'lida bo'lgan narsa. Endi ayollar shuni ushlab olishadi, adolat talab qilishadi. Agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, menga e'tibor nima deydi, muhabbat qilmadi, yaxshi ko'rmadi, unga ko'proq mehr qo'ydi. Bu malomat qiladigan narsa emas. Shu adolat tushunchasi noto'g'ri tomonga talqin qilinayotganiga dalil. Undan keyin shoshib ketishadi. Hali uylanmasdan turib, erim uylanadigan, men qo'rqyapman, tinchimni yo'qotdim, o'zimni yo'qotdim, nimaga desa, ertaga uylansa adolat qilmaydi meni erim. Hali u narsa bo'lgani yo'q. Nimaga hozirdan qo'rqasiz? Nimaga hozirdan adolatni tushunib-tushunmasdan ushlab olishganda bu masalani? Keyin 1-2 kun o'tib har xil vaziyatlar boyaga aytib o'tganimizdek hayotda nima bo'ladi? Shuni ushlab olib turib, haliga bahona qidirib turgan odamlarga adolat yo'q. Eng ko'p gap shu, adolat yo'q, janjal shundan chiqadi. Yo'q, o'tirib shoshilmasdan adolat nima o'zi? Bu vaziyatda qanaqa nima bo'ladi? Unga nima muomala, bunga nima muomala, yaxshi o'ylab ko'rish kerak. Albatta, erkaklarning ham bunga aybi bor, sababi bor. Ba'zi bir ayrim erkaklarni haqiqatda adolat qilishmayapti. Lekin o'sha narsa hozir dastak bo'lib qoldi-da ayollarda. Bu birinchi ayollar tomonidan buzilgan tushuncha. Ikkinchi tushuncha rashk masalasi. Erim uylandi, men rashk qilishga haqliman. Hattoki shunday jur'at qilishadi. Ba'zi bir onalarimiz ham rashk qilishgan ekan. Nima men rashk qilmayman deyshadi. Lekin bu rashk ismini ostida ancha-muncha noma'qulgarchiliklarni qilib yuborishyapti. Bu rashk qildi degani bo'ldi, eshiklar ochiq, xohlagan tasarrufini qilaver degani emas-ku. Albatta rashk bor narsa, lekin u qanaqa bo'lganda to'g'ri bo'ladi? Qanaqa bo'lganda kechirimli bo'ladi? Qanaqa bo'lganda shariatga muvofiq, axloq odobga muvofiq bo'ladi? Uylanibdi, bo'pti, men rashk qilar ekanman deb rashk tagida har xil gunohlarni, ma'siyatlarni, odobsizliklarni qilib yorishga ruxsat yo'q. Shariatda bunaqa gap yo'q. Mana shu ham rashkni noto'g'ri tushunishdan kelib chiqadigan narsa. Rashk aslida nima? Erkak kishining rashki qanaqa bo'ladi? Ayol kishiniki qanaqa bo'lish kerak? Xo'p, onalarimizniki qanaqa bo'lgan? Bir nazar solishsin-da, onalarimiz Alloh asrasin, ularning haqqlarida bunaqa narsa demaymiz. Lekin rashkni ro'ka chiqib turib, shunaqa hozirgi bo'layotgan xijolatli holatlarni qilishganmi? Zinhor qilishmagan. Bir-ikkita gapni gapirishgan bo'lishi mumkin. Bir-ikkita hodisa bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin hech qachon erga bosh ko'tarishmagan, itoatsizlik qilishmagan, noto'g'ri ishlarni qilishmagan. Buni yaxshilab ayollarimiz bilib olishsin. O'zi bir narsa degani haliga xijolatdan bo'lib turaman-da, ko'pincha haliga tezda javob eshitaman. Hazillashib aytamanki, bu muammoda gapiradigan bo'lsak, nasihat qiladigan bo'lsak, boshimizga dubulg'a kiyib, qalqon bilan chiqishimiz kerak ham deb qo'yaman. Chunki juda haliginaqa tayyorlanib qolishganda, kimdir e'tiroz qilsa, unga hujum qiladigan darajada ham bo'lib qolishadi. Lekin ozgina o'ylab qaraydigan bo'lsak, bu avvaldan bor narsa, hozir endi masalan ko'paygan bo'lishi mumkin, odatga aylanib borayotgan bo'lishi mumkin ba'zi bir shaxslarga nisbatan. Lekin doim bo'lgan narsa. Yangi narsa emas. Keyin men o'zimning mulohazamdan kelib chiqib aytamanki, ilgari ham bo'lgan. Onda sonda eshitib qolamiz, lekin bu narsa berkitib